Hammaga assalomu alaykum yana bir marta. Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz marketing sohasiga befarq emassiz va o'zingizni ko'nikmalaringizni, tajribalaringizni oshirishga harakat qilyapsiz. Bugungi marshanba suhbatimizga 2025-yilda xulosalari, 2026-yilda qanaqa tendensiyalar bo'lishi mumkinligi to'g'risida O'zbekistonimizda milliy brendi bo'lib borayotgan o'sha ITV brendini marketing bo'limi rahbari Go'zal Gapilovani taklif qilganmiz. Xush kelibsiz bizani marshanba loyihamizga. Rahmat taklifimizni qabul qilganingiz uchun. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Mehrojin aka. Mani taklif qilganinglar uchun kattakon rahmat. Hammani kelayotgan bayramlar bilan tabriklamoqchiman. Boshlaymiz. Bo'ldi, zo'r. Menimcha bu videoni shu bizani obunachilarimiz yil oxirida, yil boshlarida ko'rishadi. O'zlari uchun bir belgili qilib bir zametka deydi-yu, yaxshi bir fikrlarni kelasi yilda qilmoqchi bo'lgan rejalarini o'zlari uchun belgilab olishadi. Agar ochiqlanishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, izohlarda ham yozsin, nimani, qanaqa insight bo'ldi, qanaqa bo'ldi, nimani yaxshi tushuntirib bera oldik yoki nimani yetkazib berishga ozgina qiyinchilik bo'ldi. Bu bizani keyingi sonlarimiz yana ham yaxshilanishiga yordam bergan bo'lardi. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Menga qiziq, o'zi ko'p suhbatdoshlarimiz bilan ham bu narsani so'radim. 2025-yil Go'zal Gapilova uchun va ITV uchun qanaqa yil bo'ldi, bir so'z bilan aytganda, va u nima uchun shunaqa yil deb nomlandi? Men uchun bu yil strategik rivojlanish yili bo'ldi. Mhm. Faqat boshqaruv ma'nosida emas, balki butun marketing faoliyatini tartibga solingan, yaxshi boshqariladigan ekotizimga o'tkazish nuqtai nazaridan aytyapman. Bilasizki, bu yil ITVda bir qator yirik loyihalarni amalga oshirdik. Rebranding, Mhm. online medicine reklama kompaniyasi 605 agentlik bilan birga qilganmiz buni. ITV Originals doirasida bir nechta original kontent ishlab chiqarishi, ITV Media Football, Cup Media Football loyihasi va shu bilan birga boshqa eksklyuziv va koeksklyuziv kontent ishga tushirildi. Shuningdek, yangi yil imij kompaniyasini ham jalb qildik. Biroq men uchun faqat shu loyihalarni soni va natijalari emas, balki Mhm. ularning bir-biri bilan va ITVning umumiy strategik yo'nalishi bilan qanday bog'langanligi muhim edi. Bu yil imенно mana shunga juda katta e'tibor qaratdi. Yil davomida asosiy maqsadimiz brend, kontent, mahsulot, o'sha samaradorlik va hamma maxsus loyihalarimizni bitta yagona ekotizimga, sistemaga birlashtirishdan iborat bo'lgan. Reklama kompaniyalar alohida loyiha sifatida emas, lekin shu yaxlit tizimning elementlari sifatida ko'ra boshladik. O'sha brend ishonchini shakllantiradi va shu podxod kontent qiymat yaratadi, performans faol foydalanuvchilarni sonini ko'paytiradi, maxsus loyihalar esa hissiy munosabat uyg'otadi. Hamma shu elementlari bitta tizimga, bitta umumiy strategik yo'nalishga ishlaydi va yaxshi ishlaydi, chunki shu yondashuvimiz juda zo'r rezultat berdi. Faol auditoriyaning o'tgan yilga nisbatan 40% ortiq o'sishi aynan shu tizimli ishlashning natijasi sifatida namoyon bo'ldi biz uchun. Xo'p. Demak, umuman olganda, ITV uchun 2025-yil strategik ishlar asosida, ya'ni e, har bitta qilinadigan kompaniya o'sha strategiyani aks etdi. Ya'ni strategiyada o'zi belgilangan qilayotgan kompaniyamiz bizani mana shu strategiyamizga xizmat qilsagina amalga oshiramiz, bo'lmasa yo'q degan holat bo'ldi. Hozir Albatta. bir nechtasini sanab o'tdingiz. Keyin Mhm. adashmasam, TAFda ham sovrindor bo'ldingiz. Buning uchun alohida Ha, tabriklayman. TAFda rahmat kattakon. man TAF va Jo'lbors festivallarida Jo'lborsda ham. bitta zolota, ikkita bronza qo'lga kiritdik. Jo'lborsda ham bitta bronza qo'lga olindi.
ITV aptechka loyihasi kompaniyasi judayam Ha, zo'r ha, shunaqa. ishni chiqdi. Man uni qutisini ishlataman, rostdan ishlataman. Man o'ylaymanki, e, o'zim bilmagan holda bizani uyda bunaqamiz bor, aptechkamiz bor. Aptechkamizni chiqazdikda ITV aptechka qildik. Har safar Zo'r. dori olayotganimizda manda уже assotsiatsiya bo'lyapti. Yaxshi kino ko'rishim kerak yoki nimadir qilishim kerak degan. Man o'zim tanlovim ITV. Nimaga deganda, man har hafta o'zimga odat qilishga harakat qilaman. Bitta yoki ikkita kino ko'rishga va ITVdan kirib tomosha qilaman va har safar manda touch point bor. Oxirgi marta oxirgi bir oyda, 2 oyda uydagilar juda yam ko'p shamollash bilan bog'liq kasal bo'lib qoldi. Aptechkaga qarayman, ITV bor. Bolalarim bilan birga multfilm ko'rish yoki boshqa narsalarda doim ITVdan foydalanaman. ITV haqiqatda yaxshi. Lekin bu muvaffaqiyat o'zimizniki. Yaxshi proyektlar amalga oshirdingiz. Mana bir yil mobaynida qaysi qilgan ishlaringizdan ko'nglingiz to'lmadi yoki mana bir rezultatga o'zi sizlarni umumiy strategiyalaringizga olib borishda qanaqadir bir qiyinchilik bo'ldi, qanaqadir xato bo'ldi. O'sha xatoni tavsiya qilmaysiz. O'sha payt bilmagansiz-ku xato ekanligini, keyin bilgansiz tahlil qilgandan. Mhm, mhm. Shunaqa proyekt bo'lgan, shunaqa holat bo'lgan bizada. Mhm. Bu Sevgi sharbati filmining offlayn kinoteatrlarda o'sha premyerasining offlayn targ'iboti edi. Shuni ta'kidlash kerakki, loyiha boshida offlayn formatdan voz kechish imkoniyatimiz yo'q edi. Mhm. Reliz formati oldindan hamkorlar bilan birgalikda belgilangan va bizani marketing vazifasi shu loyihani belgilangan sharoitlarda maksimal darajada qo'llab-quvvatlashdan iborat edi. Shundan boshlab shu anaqa xatolar paydo boshladi. Birinchidan reliz taymingi o'qish paytiga to'g'ri keldi. Bu filmni asosiy maqsadli auditoriya именно talabalar. И o'sha kinoteatrlarda targ'ibot qilingan filmlar o'sha именно o'qish paytiga to'g'ri kelgan. Bu Mhm. umuman noto'g'ri bo'ldi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, umumiy bozorni qarasak, faqat Aniqlashtirsam bo'ladimi? sanoq. Aniqlashtirmoqchi edim. O'qish payti Mhm. degani bu kino Bu bo'ladigan. oktyabr oyi edi. Oktyabr oyida taqdim qilindi o'sha film. Именно o'qish bo'lgan paytlarida, soatlarda o'sha filmni Ha, berishganda kinoteatrlarda. shuni aytmoqchi edimda. Ya'ni e, talabalar borligi plyus, lekin vaqtni noto'g'ri tanlanganligi. Ya'ni talabalar darsda bo'ladigan vaqtda kino Ha. anaqa qo'yilgan, soatlariga qo'yilgan. Darsdan keyin boradigan bo'lsa, u boshqa kinoni ko'radi. O'sha kino Sevgi sharbatini ko'rolmaydi, to'g'rimi? Да. O'sha kech anaqa seanslari kam edi. Ha. Bu bizni nazoratimizdan tashqarida bo'lgan narsa. Shu narsa. Ikkinchi, bu chiptalarni narxlarining yuqori darajasi, bu undan ham anaqa qo'shimcha to'siq bo'lgan biz uchun. Faqat bir kuni anaqa hafta o'rtasida bo'lgan aksiya mexanikalar tomonidan qisman qopladik kassani. Lekin filmning platformasidagi digital premyerasi yaxshi natijalar ko'rsatdi. Hmm. Bu masala именно mahsulotni gap emas, balki именно kanal tanlash, to'g'ri kanal tanlash iste'mol kontekstida ekanligini aniq tasdiqladi men uchun. O'sha asosiy xulosam, universalniy qanaqadir targ'ibot kanali mavjud emas. O'sha samaradorlik ham har doim mahsulotni auditoriya o'sha mahsulot qayerda va qanaqa formatda talab qilishi kerakligini tushunishdan boshlanadi. O'sha narsalar oldindan belgilash kerak o'zi odatda. Demak, yana bir marta umumlashtiradigan bo'lsak, offlayn unaqada taqdimotlarda soat noto'g'ri tanlangan va bu kompaniyaga
o'sha sizlar marketing tomonidan qilingan ishlarni samarasi yaxshi bo'lmasligiga ta'sir Sal qilgan. pastroq, pastroq Sal bo'lgan, pastroq bo'ldi. unchalik yomon bo'lmagan, lekin sal pastroq bo'lgan. И bunga bitta ikkita anaqa momentlar ta'sir ko'rsatdida. Bu taymin, noto'g'ri taymin, chiptalarni narxlari, и o'sha o'qishga kelgan, o'qish paytiga kelgan anaqalar, seanslar. Lekin digital premyera juda zo'r, yuqori natijalar ko'rsatdi. Ha, shuni aytmoqchidim. Demak, lekin buni darhol tushungan holda sizlar shu digitalga o'tkazdilaringiz, ya'ni ITV platformasini o'ziga o'tkazdilaringiz. A, Mhm. MAUga ta'sir qildimi yoki DAO yaxshi bo'ldimi? Э, Mao ham DAO yaxshi bo'lgan. O'sha targ'ibot qilingan paytimizda juda ko'p yangi auditoriya kelgan. И shu bilan birga biza anaqa special offer chiqardik. Anaqa skидочный promokod bilan o'sha targ'ibot qilindi o'sha film. O'shaning uchun menimcha yandayam yuqori natijalarni ko'rsatdik. Именно digital premyerasi bo'yicha. Agar sir bo'lmasa ayta olasizmi, bu yil ITVni MAUsi necha protsentga oshdi yoki DAO? 40%dan ortiq o'tgan yilga nisbatan именно aktivniy auditoriyamiz 46%dan yuqorida. MAUga, 40%. to'g'rimi? Shunaqa. Sizlarga o'zi asosiy ko'rsatkich MAU bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mao bu birinchisi, ikkinchisi платящий klientlarni soni. Shuni aytolmayman, NDA'm bor. Lekin anaqa Mao'ga qarab o'zi примерно plus-minus bilib olishingiz mumkin. Zo'r. Zo'r, Sonni. zo'r. MAU bo'lsa, MAU 46%ga yil davomida o'sish bo'lsa, bu yomon emas. O'zi umuman olganda, digital content iste'molchilari, yangi avlod pokoleniyalar juda ham yaxshi rivojlanib boryapti. Ko'pincha kinoteatrga borgandan ko'ra, u qanaqadir media platformalarda, streaming platformalarida e, ko'rishi osonlashib qoldi. Chunki ko'pchilikning uyida o'zi smart televizorlar bo'lib qoldi, internet bilan bog'liq muammolar baribir istaysizmi istamaysizmi sizni sohangiz o'sha internet bilan yaxshi unaqa devayslar bilan qurilmalar bilan bog'liq. O'shaning uchun umuman olganda zo'r. Va agar sizda fikr bo'ladigan bo'lsa, kutilmagan savol desam bo'ladi. Man bir hafta 10 kun bo'ldi. Yirik Mhm. raqobatchilaringiz bor, bozorda ancha qismini egallagan Allplay. Shunaqa. Allplay raqobatchilaringiz bor. Endi raqobatchi deb ham bo'lmaydi. Qaysidir ma'noda bitta frontdasizlaru. Lekin o'sha raqobatchi sifatida ular Yandex ekosistemasiga qo'shildi. Va shunaqa mish-mishlar eshitildiki, ular ITVni ham imijimida sotib olishga degan mish-mishlarni o'qib qoldim ayrim unaqa guruhlarda. Bu qanchalik nima deydi, to'g'ri yoki noto'g'ri informatsiya? Yo'q, bu umuman noto'g'ri informatsiya. Yandex faqat Allplay bilan ishlash boshlashdi. Ularni sotib olishdi. Biz endi yagona milliy brend sifatida ishlarni olib boramiz. Xudo xohlasa, shunaqa bo'ladi ham. Zo'r, zo'r. Unday bo'lsa, umuman olganda ITV aytganingiz, yuqorida aytganimdek, shu milliy brendimiz bo'lib qolyapti. Unaqa yaxshi keyingi MAUlarda 70% osishligi Xudo xohlasa. tilakdosh bildirib qolamiz. Rahmat, rahmat. To'lov qobiliyatli mijozlar ham ko'paysin. Manda o'sha kichkina bir guruhcham bor. Guruhchamda gaplashganimda shu ITVni marketing direktori bilan suhbatlashaman deganimda yana bir savol berib qolishdi. ITVda serverlari bo'yicha Mhm. buni man aytishim kerak. Bir necha marta aytishga harakat qildim, lekin hozir imkoniyati manimcha. Ayrim hollarda yirik sport tadbirlarida yoki katta bir premyera holatlarida ITVda qotish holatlari yoki boshqa holatlar bo'lib qoladi. Bu sizlarni qo'llaringiz bilan bog'liq narsami yoki sizlarga bog'liq bo'lmagan boshqa bir faktorlar ham bormi? Boshqa faktorlar bor edi. Hozir o'sha muammoni yechimi topdik. Hozir serverlarimizni bu ofisimizga ko'chirdik. Xudo xohlasa bu muammo bartaraf etiladi umuman.
Man o'zim aytganimdek ITVni doim ishlataman. Ko'pincha manda shu Mhm. prime time vaqtida televideniyeda Sevimli kanali bilan shu muammo bo'lib Shunaqa. turardi. Lekin man oxirgi bir oy, bir yarim oydan beri manda o'zgarish bor. Ya'ni qotmayapti deyarli unaqalar. Demak, manimcha shu 2-3 oydan beri shu muammo ustida sizlar aktivni ishlagansizlar. Shunaqa. Aktivniy ishlaganmiz. Bitta juda zo'r yechimni topdik. Уже ishga tushirildi. Ani texnicheskiy tomonlama. Xudo xohlasa unaqa qotishlar bo'lmaydi. Zo'r, zo'r. Biza именно o'sha texnicheskiy tomon ustida juda kuchli ishlayapmiz hozir. И fokusi juda katta именно texnicheskiy tomonga. Kontent u o'zi yo'li bilan, lekin texnicheskiy anaqa muammolar yechilmasa bu yomon bo'ladida. O'shanga bu muammoni bilamiz, o'sha ustida ishlayapmiz. Xudo xohlasa To'g'ri, yaxshi to'g'ri, bo'ladi. to'g'ri Mhm. aytyapsiz. Baribir ITV baribir streaming bu, ya'ni texnik kompaniya, texnicheskiy Mm, kompaniya. Baribir insonlarimiz biza milliy brend deb emotsional qaror qilib platformaga kirganda, lekin ularni ratsional kutuvlarini oqlab bera olmasa, istaymizmi istamaymizmi bizani to'g'ri. raqobatchilaringizga o'tib ketishga majbur bo'ladi. Chunki bunga qaysidir ma'noda mijoz aybdor emas. Mijoz pul to'lamasdan ishdan bo'shatish huquqiga ega bo'lib qoladi. Zo'r. Demak, keyingi faoliyatlarda shunaqa texnik muammolar borgan sari hal qilinadi va yana ham yaxshilanib boriladi. Albatta. Manda yana bir savol. Sizlar Mhm. bu yil rebrending amalga oshirdilaringiz. To'g'ri. ITVni to'liq rebrending qildilaringiz. Nima sabab bo'ldi sizlarni rebrending qilishga? Nima shunchaki ketsalaringiz ham hech kim urishmas edi-ku sizlarni. Nimaga bu yil rebrending qilmadilaring deb yilni oxirida hech kim dakki bermasdi yoki unaqa qilmasdi. Nima sabab bo'ldi sizlarga shu narsa? Bu shunchaki tashqi ko'rinishni yangilash emas, Hmm. brendni asl mohiyatiga va yangilangan strategический yo'nalishlariga moslashtirish edi o'sha ko'rinishini. O'shaning uchun biza 24-yil noyabrdan to aprelgacha Rossiyaning Fil Factory dizayn agentligi bilan birga shu rebrending ishlarini amalga oshirdik. И o'shandan keyin 605 agentlik bilan birga ITV davoxona, ITV Medicine kreativ kompaniyasi orqali o'sha bizani bozorimizga originalniy tarzda taqdim etildi o'sha rebrending. И именно aynan o'sha ikkita loyihalarimiz ishga tushirish uyg'unligi ITVning TAF, Jolbors va Yil brendi mukofotlariga sazovor bo'lishga xizmat qildi menimcha. Demak, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ITV o'zini pozitsiyasini, strategik pozitsiyasini yangiladi va uni Mhm. kelajakda brend arxitekturasiga ta'sir qiladigan yangi Shunaqa. yo'nalishlar paydo bo'ldi va bu yo'nalishlarni brending nuqtai nazaridan o'sha elementlarini, dizayn, logotip yoki umuman olganda UI, UX ga baribir ta'sir qiladigan joylari bor. O'shaning uchun to'liq yangilandi. Ya'ni shunchaki To'ppa-to'g'ri. просто logotip almashtirishimiz kerak yoki zo'r chizadigan, logotip chizadigan dizayner topinglar degan zadaniya bo'lmagan marketing bo'limiga. Ya'ni biza pozitsiyamizni konkret mana bunaqa qilmoqchimiz, 2 yillik rejamiz Mhm. bunaqa, 3 yillik rejamiz bunaqa degan. Ya'ni strategik qarorlar asosida bu amalga oshirildi. Men o'ylayman yaxshi chiqdi. Aytganingizdek, yaxshi chiqqani Rahmat. oxirida natijalar xalqaro o'sha Jo'lborsda, TAFda sovrindor bo'lishi bu ham bir natija. Lekin baribir eng muhim natija bu o'zgarishlarni, bu pozitsiyani mijozlar his qilgani. Eng muhim ko'rsatkich manimcha shu. Zo'r. Menga qiziq, 2025-yilda ITVni marketing komandasi Go'zal Gapilova qanaqa instrumentlarni aktivni ishlatdi? Qaysi instrumentlar ITVga, sizni umuman karyerangizga foyda berdi? Menga shu narsalar qiziq. Mani o'ylashimcha, marketingda barcha vazifalar uchun bitta qanaqadir barqaror ishlaydigan yagona targ'ibot kanali yo'q. O'sha samaradorlik har doim mahsulot, auditoriya и iste'mol kontekst uchun tanlangan
kanallarning kombinatsiyasidan kelib chiqadi. Masalan, ITVni misoliga keltirsam, masalan, media futbol turniri uchun juda zo'r bo'lgan kanallar bu YouTube, futbol jamoalarining ijtimoiy tarmoqlari plus turnirning o'z ijtimoiy tarmoqlari offline event bo'lgan bizlar uchun yaxshi natija ko'rsatgan. Keyin o'sha eksklyuziv kontentlarimizni targ'ib qilish uchun bu platformadagi reklama materiallari, o'sha push уведомления, bannerlar plus ijtimoiy tarmoqlar albatta Google Meta Ads bo'lgan. Target. Да, targeti. Katta miqdordagi yangi foydalanuvchilarni jalb qilish uchun yana bitta такой беспроигрышный variant desa ham bo'ladi. Bu ijtimoiy tarmoqlar, tematik festivallar hamkorlar orqali har xil offerlarni joylash. Shunaqa. Xulosamiz shundayki, faqat kanal emas, kanallar emas, balki auditoriya bilan o'zaro ta'sirning kontekstini bilib olish kerak. Arxitekturasini yaxshi ishlaganini bilish kerak. O'sha kanallar onli ravishda tanlaganda va foydalanuvchilarning yagona yo'li sifatida qurilganda marketing vositalari to'plami bo'lishdan to'xtaydi barqaror natija bera boshlaydi. Shunaqa. Aha, zo'r. Sizni asosiy faoliyatingiz endi baribir siz MBA o'qigansiz marketing bo'yicha va asosiy muloqot tilingiz rus tili, o'zbek tilida shunaqa tushuntirib berishga harakat qilayotganingiz o'zi katta narsa. Rahmat. Bir esingizda bo'lsa, Rahmat. kubik podkastga chaqirganimizda ham siz aytgandingiz, manda основной ruscha, o'zbekchaga qiynalaman degan Shunaqa. fikrlarni aytgandingiz. Umuman olganda zo'r. Umuman olganda qarang, man nima tushundim? Sizlar faqat bitta kanalga yopishib qolmadilaringizda, ya'ni bitta instrumentga tikmadilaringizda, o'sha qilayotgan ishni, kompaniyani kontekstiga qaradilaringiz. Ya'ni bu narsa nima beradi odamlarga? Mana shu nima berishini ular foydalanadigan iste'molchi yo'liga olib boradigan kanallardan aktiv foydalandilaringiz. Ya'ni bu degani To'ppa-to'g'ri. faqat Telegram ishlat, faqat target ishlat yoki faqat bloger chaqir, faqat unaqa emas. Ya'ni maksimal harakat qildilaringiz. Biror bir kampaniya qilayotganda sizlar 360 o'rab olishga, ya'ni mijozni ko'proq sizlar haqingizda ko'proq touch point bo'lishiga harakat qildilaringiz. To'g'rimi? To'g'ri tushundimmi? To'ppa-to'g'ri. Nimaga bu haqida aytyapman? Chunki bilasizmi, bizani endi ITV katta yirik kompaniya, lekin bizani kuzatuvchilar asosan o'rta va kichik biznesda ishlaydigan junior marketologlar kuzatadi. Ular faqat nari borsa 3 ta yoki 4 ta kanalga o'tirib qolishadi va u 3 ta 4 ta kanal ularga foyda bermasligi ham mumkin. Balkim unga Telegram umuman foydasi yo'qdir. Unga offline tadbirlar qiziqroq bo'lishi mumkin, uni biznesiga, u ishlayotgan biznes tarmoqda yoki target umuman unga zarar keltirishi mumkin yoki SMM qilish kerak degan tushuncha bor-da. Hali SMM bo'yicha ham savolim bor. SMM ularga zarar keltirishi mumkin. Mana sizlar ham ijtimoiy tarmoqlarda aktiv yuritasizlar. SMM komandangiz bor, SMM menejeringiz bor. Unga o'zi nima zadacha berasiz, nima vazifa berasiz? Undan nima kutasiz oyda oxirida? Bularda bir nechta KPI'lar bor. Bu imенно kontentlarni qurishlarini sonini oshirish social medialar orqali. O'shaning uchun biz bitta ikkita anaqa rubrikamiz bor ekan, o'sha kontentlarni targ'ib qilish bo'yicha, agar anaqa e'tibor bergan bo'lsanglar. O'sha ER views, umumiy reach degan KPI'lar bor. Nimaga sotuvga qo'ymagansiz? Bizda sotuv-ku, SMMdan sotuv kutishadi-yu. Yo'q, bu sal boshqacha bizada ish olib borilyapti, именно social media bo'yicha. Bularni eng muhim vazifasi ijtimoiy tarmoqlar orqali bizani kontentlarimizni, особенно ko'eksklyuziv kontentlarimizni targ'ib qilish такой organiический holatda o'sha ko'rishlarni sonini oshirish.
И buni bu birinchi eng muhim narsa. И o'sha imidjeviy anaqalarga qarab kontent ishlab chiqarilishi. Keyin bo'ladi такой жесткий anaqa brend anaqa borda yuritish uchun такие правила Zo'r, есть. zo'r, zo'r, zo'r. Ha, SMM ko'raman. ITVda Yangi yil va Мгм. kino, salatlar bo'yicha, ovqatlar qilish bo'yicha yaxshi kontentlar qilyapsizlar. Bu ayollar uchun manimcha, men o'yladim endi shu ayollarni ko'proq fokusini olish va shu baribir ayollar serial, kino ko'radigan asosiy qatlam, baribir foydalanuvchilar, asosiy foydalanuvchilar. Мгм. Biz erkaklar bir hafta bir marta, ikki marta kino ko'rsa, ayollar doim serial bilan, kino bilan Shunaqa ko'proq. o'sha auditoriyaga yaqin bo'lgan такой madaniy o'xshashliklar orqali o'sha reklamный kompaniyamizni qurdik. Bayram dasturxoni degan Mhm. konsepsiyasi asosida film va serial va to'plamlarni talqin qildik. Masalan, Chakshakshin, jangari filmlar to'plami, Multortik multfilmlar, Oshbuster, Blockbusterlar. И shu yondashuv bayram kayfiyatini Mhm. yanada ham uyg'onadi odamlarda. И o'shan anaqa qilishdan oldin Foxer TV Production bilan hamkorlikda qisqa komediyli video lavhalarni ham chiqardik. Просто настроение yaxshi bo'lishi uchun hammadan. И manimcha juda yaxshi natijalar ko'rsatyapti hozirgi Yangi yil imij kompaniyasi. И faol auditoriya sonlar bo'yicha ham O'lchab borasizlarmi охват haftalik? bo'yicha albatta haftalik emas, har kunlik. Ha, har kunlik даже. Mhm, Zo'r, zo'r. Manda keyingi savol. Nima mhm. deb o'ylaysiz, 2026-yilda o'zbek biznesmenlari, tadbirkorlari, umuman olganda mutaxassislar, junior mutaxassislar, marketologlar nimalarga e'tibor qaratish kerak? Qanaqa tendensiya bo'lishi mumkin bizani bozorimizda? Nimalarga tayyorgarlik ko'rish kerak? Ishini nimadan boshlashi kerak? Mani o'ylashimcha brendning biznes aktivi sifatidagi roli kuchayishi kerak. 26-yilda brend imij просто imij haqida emas, balki ko'proq iqtisodiyot haqida bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani kuchli brend CPA, CPI, Return on Marketing Ads, LTVlarga bevosita ta'sir qiladi и Aha. xarajatlarni pasaytiradi. И shu sababli ilgari faqat performansga tayanib ishlaydigan kompaniyalar, korxonalar ham manimcha brendga va brend targ'ib qilishga и brend rivojlanishiga investitsiya qilishni boshlaydi. Ko'p anaqa tadbirlar bo'lyapti, qanaqadir reklamniy festivallar orqali shuni qilsa bo'ladi. Mani o'ylashimcha bunga juda katta e'tibor beriladi. Shu yilda ham и keyingi yilda ham manimcha shunaqa bo'ladi. Qarang, bitta endi shuni bizani ko'proq juniorlar kuzatishadida. Mhm, Nima deydi, harakat qilaman man tushunganim bo'yicha. Qarang, demak 2026-yilda siz tavsiya qilasizki, junior mutaxassislar, umuman marketing mutaxassislar, biznesmenlar faqat performansga urg'u berib qaratmasdan, endi sizda mhm. ko'proq brend imidjeviy brendga olib boradigan kompaniyalarda qiladigan ishlaringizni, reklamalarni, protsesslarni shunga moslab tuzish kerak. Bu sizlarga iqtisodiyotga, ya'ni ekonomikalaringizga ta'sir qiladi. Ya'ni sizlarda CPL ga ta'sir qiladi, ya'ni umumiy ko'rishlar soniga, bitta mijoz narxiga, CIC ga ta'sir qiladi va marketingga ketgan xarajatlaringizni uni qayta kelishiga, ro'miga, ro'iga, ularda arzonroq bo'lishiga ta'sir qiladi. Ya'ni siz faqatgina sotuv, ya'ni performans yoki boshqa bilan emas, balkim iliqlik uyg'otadigan, brendovый uyg'otadigan kompaniyalarni, protsesslarni qurishga ko'proq e'tibor qaratish kerak degan tavsiyani bildirasiz. To'g'ri tushundim? To'g'ri, chunki kuchli brend o'sha organiический приростni ko'paytiradi.
odatda o'shanga o'sha brendовый brend imij kompaniyalarini ko'paytirish kerak. Именно alohida reklamный kompaniya sifatida aytmayapman. Man o'sha umuman voronkani oladigan bo'lsak, o'sha marketing voronkasini o'sha верхний уровневый awareness Hmm. degan anaqasi bor ekan. Taniqlilik. O'shanga ham taniqlilik, o'shanga ham e'tiborni qaratish kerak deb o'ylayman man. Hmm. Chunki natijalar bor, o'sha yaxshi natija olib kelyapti u brend bilan ishlash, o'sha unit ekonomikani yaxshiroq qiladi. Mhm. Zo'r. Aynan manda ham shunaqa fikrlar, gipotezalar bor edi. Demak, buni tasdiqlab beryapsizlar. O'zi dunyo bu yo'ldan o'tgan. Qachondir sotuv erasi tugaydi, bosim bilan sotish, og'riqni aytib sotish yoki nimadir qilib sotish baribir tugaydi. Chunki borgan sari mahsulot bir xillashib boraveradi. Mahsulotni zo'r qilib qilish imkoniyati yo'q. Odam baribir emotsional qarorga, ya'ni brendga nisbatan iliqlikni, samimiyatni, o'zini ko'rishni xohlaydi. Brend uni muammosini yechishini xohlaydi. O'z muammosini yechishni o'zi bir ratsional uni xohishi, lekin baribir biz odamzodmiz, odamlar baribir emotsional qarorlar qilishga baribir ko'proq nima deydi, moyil bo'ladi. O'shaning uchun menda ham shunaqa qarashlar bor edi, tasdiqlab berdingiz. Rahmat. Umuman olganda yaxshi suhbat qildik. Aytganimdek, sizda asosiy til, рабочий til, ish tili rus tili O'shaning uchun hammadan oldindan uzr so'rayman. Harakat qildim, lekin anaqa Yo, zo'r. Man tushunarli harakat qildim. gapirishga. Man tushundim sizni. O'shaning uchun harakat qildim. Umumiy o'zimizni tushuntirganda o'zbek tili kontekstiga tushirishga harakat qildim. Chunki baribir odatlar shakllantiradida bizani baribir To'g'ri. suhbatlarda baribir rus tilida muloqot va MBA o'qiganingizda ko'proq u yerda ilmiy terminlar, akademik terminlar va korporativ korxonalarda o'zi shunaqa terminlar gaplashiladi. U yerda oddiy unaqalar bo'lmasligi mumkin. Umuman olganda yana bir marta rahmat. O'zi ITV bizani marketologlar hamjamiyatini do'sti. Bir necha marotaba sizlarga murojaat qilganmiz, hech qachon yo'q demagansizlar va oxirgi marta shu ITVga biza tur tashkil qilgandik. Turda ham u yerda ham kasting o'tkazish bo'yicha yaxshi bir workshop tashkil qilib bergandingiz. Buning uchun alohida rahmat. Kubik podkastlarida ham yaxshi o'zingizni tajribalaringizni, fikrlaringiz bilan bo'lishgandingiz. Buning uchun ham yana rahmat va Marshanba loyihasi uchun ham o'zingizni fikrlaringizni, keyslaringizni ochiqlaganingiz uchun katta rahmat. Bu Sizlarga bilan ham rahmat, kattakon. katta rahmat. Bu bilan o'ylaymanki to'xtab qolmaymiz. Hali qilinadigan ishlarimiz juda ham ko'p va ITVda ham ko'p va bu ishlarni amalga oshirishda sizga ITV jamoasiga kuch-quvvat tilaymiz, omad tilaymiz. Bizani kuzatayotganlar bo'lsa, nima insaytlar oldilaringiz, qaysi narsa tushunarli bo'ldi, qaysi biri tushunarsiz bo'ldi, izohlarda yozsangiz, men izohlarni yetkazishga harakat qilaman. Sizga ham imkoniyatingiz bo'lsa javob bersangiz ham yana ham yaxshi bo'ladi. Albatta. Rahmat. Rahmat yana bir bor. Shu bilan suhbatimizni yakunlasak ham bo'ladi va 2026-yillarda ham ishlaringizga kuch-quvvat, omadlar tilaymiz va offlayn tadbirlarimizda ham yana bir marta kelib o'zingizni tajribalaringizni, ko'nikmalaringizni Albatta. junior Xursand mutaxassislarga bo'laman. o'rgatasiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hop, hammaga omad. Sog'.